Sahobalar hayotidan lavhalar keltirishni davom ettiramiz. Bugun sizga Abdulloh ibn Abbos hayotining diqqatga sazovor jihatlarini eslatib o'tamiz. Bu sahobiy haqida Hazrat Umar u qariyalarning yigiti, uning so'rovchan tili va anglovchan qalbi bor degan edi. Bu buyuk sahobiy har bir sohada sharafga erishgan, shuhrat uni hech qaysi jihatda benasib qo'ymagandi. Birinchisi sahobalik sharafi. Agar tavalludi ozroq kechikkanida bu baxtdan bebahra qolardi. Ikkinchisi qarindoshlik sharafi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakivachchasi. Uchinchisi ilm sharafi. U Muhammad ummatining dengiz misol ilmga ega olim va allomasi. To'rtinchisi taqvo sharafi. U kunduzlari ro'zador soyim, kechalari namozda qoyim, sahar choqlari istig'for aytguvchi va Allohdan qo'rqqandan ko'p yig'laguvchi edi. Hattoki yonoqlarida ko'z yoshlari ochgan ikkita ariqcha ham bor edi. U Abdulloh ibn Abbos, oxir zamon ummatining rabboniy olimi, Allohning kitobini eng mukammal bilguvchi, oyatlari ta'vili bo'yicha eng faqih, chuqur ma'no va daqiq mazmunlarni anglashga eng qodir inson. Ibn Abbos hijratdan 3 yil oldin tug'ildi. Payg'ambar alayhisalom vafot etganlarida bor yo'g'i 13 yoshda edi. Ammo bunga qaramay, musulmonlar uchun payg'ambarlardan 1660 ta hadisni yodlab qoldi. Undan Buxoriy va Muslim o'zlarining sahih to'plamlarida rivoyat etishdi. Onasi Abdullohni tug'ishi bilan payg'ambar alayhisalomning oldilariga olib bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barmoqlarini og'izlarida ho'llab, yangi tug'ilgan chaqaloqning tanglayini ko'tarib qo'ydilar. Uning ichiga kirgan eng birinchi narsa muborak payg'ambarlik so'lagi bo'ldi. Shu bilan birga taqvo va hikmat ham kirib keldi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas aniqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Baqara surasi 269-oyat. Abdulloh tamyiz yoshiga, ya'ni mashhur gapga ko'ra 7 yoshga yetar yetmas payg'ambar alayhisalomning ajralmas mulozimiga aylandi. Janobimiz tahorat qilishni istasalar, darhol suv hozirlar, namoz o'qisalar orqalaridan iqtido qilar, safarga chiqsalar ulovlarga mingashib hamroh bo'lar. Qo'yinki qayerga borsalar o'sha yerda hozir va nozir, go'yoki soyaday bir lahza ham yonlaridan jilmasdi. Har bir holatda diqqat bilan butun e'tiborini jamlab turar, payg'ambar alayhisalom nima desalar o'shani yodlab olishga tayyor bo'lardi. Ibn Abbos o'zi haqida hikoya qiladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qilmoqni istadilar. Men zudlik bilan suv hozirladim. U kishi bundan xushnud bo'ldilar. So'ng namoz o'qish uchun qiblaga yuzlanib, menga yonimga tur deganday ishora qildilar. Men orqalariga turdim. Namozdan forig' bo'lgach, u kishi "Ey Abdulloh, nega yonimga turmading?" deb so'radilar. Men javob berdim: "Ya Rasululloh, siz mening nazdimda shu qadar aziz va buyuksizki, yonma-yon turishga haddim sig'madi." Janobimiz qo'llarini ko'tarib duo qildilar: "Ey Alloh, unga hikmat ato et." Alloh taolo elchisining duosini mustajob etdi va Banu Hoshim urug'idan chiqqan bolaga yer yuzidagi barcha donishmandlar havas qiladigan hikmatni ato qildi. Shubhasiz, siz Abdulloh ibn Abbosning hikmati haqida o'zingizda tasavvur hosil qilishni xohlaysiz. Quyidagi bitiklarni xamir uchidan patir deb qabul qiling. Muaviya bilan bo'lgan urushda Alidan ba'zi tarafdorlar yuz o'girishdi. Abdulloh ibn Abbos Aliga: "Ruxsat eting, Amirul Mo'minin, men borib ular bilan gaplashib ko'ray" dedi. "Ammo ular sizga zarar yetkazishlari mumkin" dedi xavotirlanib xalifa. "Hammasi joyida bo'ladi inshaalloh", suhbatdoshini tinchlantirdi Ibn Abbos. So'ng Alidan norozi bo'lganlarning huzuriga jo'nadi. Ular ibodatga qattiq berilgan qavm edi. Elchini ochiq chehra ila qarshi olishdi. "Xush kelibsiz ey Abbosning o'g'li, qaysi shamol uchirdi? Sizlar bilan suhbatlashib ketay" dedim, javob berdi Ibn Abbos. "U bilan gaplashmang" deyishdi ba'zilar. Boshqalar ularga qarshi chiqishdi. "So'zlayvering, qulog'imiz sizda." Abdulloh so'z boshladi. "Aytingchi, payg'ambarning amakivachchasi, kuyovi, u kishiga birinchi bo'lib iymon keltirgan odamning qaysi ishidan noliysiz?" "Biz uning 3 ta ishidan rozi emasmiz", javob berishdi norozilar. Birinchisi, u Allohning diniga taalluqli masalani yechishni odamlarning qo'liga topshirdi. Bu yerda Alining Muaviya bilan o'rtasidagi nizoni yechishni Abu Muso Ash'ari va Amr ibn Osga topshirishga rozi bo'lgani nazarda tutiladi. Ikkinchisi, Oysha va Muaviyaga qarshi urushib, ulardan o'lja ham asir ham olmadi. Uchinchisi, o'zidan Amirul Mo'minin degan unvonni olib tashladi. Vaholanki, musulmonlar unga bay'at berishgan va o'zlariga amir qilib ko'tarishgan edi. Aytingchi, bu ayblovlaringiz nohaq ekaniga Allohning kitobi va Rasulullohning hadislaridan rad etib bo'lmas dalillarni keltirsam,
da'voyingizdan voz kechasizmi? Ha. Avvalo uni Allohning diniga taalluqli masalani odamlarning yechimiga topshirishda aybladingiz. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Ey mu'minlar, ihromda bo'lgan chog'ingizda biron ovni o'ldirmang. Sizlarning orangizdan kim qasddan biron ovni o'ldirsa, uning zimmasida chorva mollardan o'ldirgan ovi barobarida jazo bor. Unga o'zlaringdan 2 adolat egasi hakamlik qilur." Moida surasi 95-oyat. Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Narxi chorak dirham turadigan quyonni o'ldirgan odamning masalasini yechish muhimmi, yo'inki kishilarning mollari yu jonlari, o'zaro munosabatlari masalasini yechishmi? Albatta musulmonlarning jonlari, o'zaro munosabatlari muammosini yechish muhim. Bu hujjatdan ko'nglingiz to'ldimi? Ha. Endi Ali urushdi-yu hech kimni asirga olmadi. Rasulullohga xilof qildi degan da'voyingizga kelsak. Nima, siz onangiz Oyshani asirga tushirib, uni o'ljalar qatori talon-taroj qilmoqchimisiz? Agar ha desangiz kofir bo'lasiz. Oysha bizning onamiz emas desangiz unda ham kofir bo'lasiz. Chunki Alloh taolo payg'ambar mu'minlarga o'zlaridan ham haqdorroqdir. Uning ayollari esa ularning onalaridirlar. Ahzob surasi 6-oyat degan. Xo'sh, qaysi javobni ixtiyor qilasiz? Qavm indamadi. Bu masalani hal qildikmi? So'radi Ibn Abbos. Ha deb javob berishdi ular. 3-da'vo. Ali o'zidan Amirul Mu'minin unvonini olib tashladi. Eslang, Hudaybiya sulhida payg'ambar alayhisalom bu Allohning elchisi Muhammad va Quraysh qabilasi o'rtasidagi bitimnoma deb yozdirdilar. Ammo mushriklar biz seni Allohning elchisi deb tan olsaydik, sen bilan urushmasdik, Baytullohdan to'smasdik, yaxshisi Muhammad ibn Abdullah deb yozdir deyishgan. Sayyidimiz ularning gapiga ko'nganlar. Xudo haqqi ne desangiz deyavering, men baribir Allohning elchisiman deganlar. Gapim to'g'rimi? Ha, albatta. Abdullah ibn Abbos tomonidan yetuk hikmat va kuchli hujjatlar ko'rsatilishi natijasida 20 ming kishi Alining safiga qaytdi. 4 ming kishi qaysarlik qilib haqdan yuz o'girdi. Abdullah ibn Abbos ilm tahsili yo'lida ko'p ter to'kdi. Qo'lidan kelgan bor imkoniyatni sarfladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida payg'ambarlik chashmasidan bahramand bo'ldi. U kishi Robbisining huzuriga jo'nab ketgach, qolgan ulamo sahobalarning oldiga qatnab, ulardan ilm o'rgandi. Ibn Abbos o'zi haqida shunday hikoya qiladi. Mabodo bironta sahobaning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis eshitganini bilib qolsam, qaylula paytida tushdan keyingi orom olish vaqti uning uyiga borardim. Ridoyimni tagimga to'shab, eshigining ro'parasiga o'tirib olardim. Shamol kelib, yuz ko'zimni yu ust-boshimni changga belardi. Agar kirishga izn so'rasam, albatta ruxsat berishardi. Ammo men hadis sohibini mamnun etish uchun bunday qilmasdim. Uy egasi tashqariga chiqib meni bu holatda ko'rar, "Ey Rasulullohning amakivachchasi, nega ovora bo'lib kelib yuribsiz? Chaqirtirsangiz o'zim oldingizga borardim-ku" derdi. Men ilm inson sari emas, balki inson ilm sari yurmog'i kerak derdim. So'ng hadis haqida savol berardim. Ibn Abbos ilm talabida o'zini kamtar tutgani sayin ulamolar tarafidan ko'proq hurmatga erishardi. Bir safar qozilik, fiqh, qiroat, faroiz, ya'ni meros ilmi bo'yicha Madina ahlining sarboni, vahiy kotibi Zayd ibn Sobit uloviga minmoqchi bo'lganda, Hoshimiy yigit Abdullah ibn Abbos xuddi hojasiga xizmat qilayotgan qulday chopib borib, bir qo'li bilan uzangini, boshqasi bilan jilovni tutdi. "Qo'ying, undoq qilmang ey Rasulullohning amakivachchasi", dedi noqulay ahvolga tushgan Zayd. "Biz ulamolarga nisbatan shunday munosabatda bo'lishga buyurilganmiz", dedi Ibn Abbos. "Bo'lmasa qo'lingizni bering", iltimos qildi olim va Abdullah uzatgan kaftni ushlab labiga bosarkan, "Biz payg'ambarning qarindoshlariga nisbatan shunday munosabatda bo'lishga buyurilganmiz", deb qo'ydi. Ibn Abbosning harakatlari zoyi ketmadi. U ilm borasida buyuk olimlarning ham havas keladigan martabani zabt etdi. Kibor tobiinlardan bo'lgan Masruq ibn Ajda aytadi: "Qachonki men Ibn Abbosni ko'rsam, bu eng go'zal odam derdim. So'zini eshitsam, bu eng notiq odam derdim. Hadisdan gap ochsa, bu eng dono odam derdim." Fursat yetgach, Ibn Abbos odamlarga muallim sifatida ilm tarqatishga o'tdi. Uning uyi musulmonlar uchun Dorul Fununga aylandi. Ha, bugungi kunda Dorul Fununlar qanday vazifani o'tasa, o'shanda bularning barini Ibn Abbosning uyi bajarardi. Faqat ikkisining o'rtasidagi farq shundaki, zamonaviy Dorul Fununlarda o'nlab, ba'zan esa yuzlab ustozlar bo'ladi.
Ibn Abbosning Dorul Fununida barcha ta'lim mas'uliyati bitta ustozning, Ibn Abbosning zimmasida edi. Uning shogirdlaridan biri quyidagicha hikoya qiladi. Men Ibn Abbosni shundoq o'rinda ko'rganmanki, uning uchun butun Quraysh qabilasi faxrlansa arziydi. Bir kuni uning uyiga eltuvchi yo'laklarning hammasi odamga to'lib ketdi. Egini tashlasang yerga tushmaydi. Men ustozning oldiga kirib, odamlarning jamlanganini aytdim. U kishi suv so'radi. Tahorat qilib o'rniga o'tirdi va chiqib ayt, kimki Qur'on va tajviddan so'ramoqchi bo'lsa, marhamat kirsin dedi. Men chiqib, buni odamlarga e'lon qildim. Savol so'rovchilar uyni hujrani liq to'ldirishdi. Ular nimani so'rasalar Ibn Abbos to'liq va mukammal javob berdi. So'ng endi birodarlaringiz bilan o'rin almashing dedi. Ular chiqib ketishdi. Ustoz menga xitob qildi. Chiqib ayt, kimki Qur'on oyatlarining tafsiri va ta'vili haqida so'ramoqchi bo'lsa, marhamat kirsin. Mening taklifimdan so'ng savol bermoqchi bo'lganlar uyni ham hujrani ham to'ldirishdi. Bilmoqchi bo'lgan savollarini ustozga berishdi. U barchaga birma-bir javob berdi. Keyin ularni kuzatib qo'yib, o'rinlariga halol harom va fiqhga oid masalalarga qiziquvchilarni chorladi. Ulardan so'ng meros taqsimoti va shunga o'xshash masalalarni so'ramoqchi bo'lganlar kirishdi. Oxirida til, she'r va nuktadonlik ishqibozlari savollariga javob olib ketishdi. Haqiqatan bu bilan butun Quraysh ahli faxrlansa arzirdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu go'yoki yuqoridagidek olamonning izdihomi ro'y bermasligi uchun ta'lim tizimini tartibga soldi. Haftaning bir kunida tafsirdan, boshqasida esa fiqhdan, uchinchisida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning g'azotlaridan, to'rtinchisida she'rdan, yana boshqasida arablarning tarixidan dars o'tadigan bo'ldi. Hamma olim unga tan berar, har bir so'rovchi undan mukammal javobni olardi. Ibn Abbos hali yosh bo'lishiga qaramay ilmning sharofati bilan xulafoi roshidinlarning maslahatgo'yiga aylandi. Umar ibn Hattob biron bir mushkul muammoga duch kelsa, kibor sahobalarni maslahatga chorlardi. Ular qatori Ibn Abbosni ham taklif etar, unga to'g'ridan joy ko'rsatar yoki ko'pincha yoniga o'tkazardi va sening aqling yetadigan bir narsa bizni qiynab qo'ydi derdi. Bir marta xalifa yosh bolani qariyalardan ham to'g'riga o'tkazyapsiz deb tanbeh eshitganida, bu qariyalarning yigiti, uning so'rovchan tili va anglovchan qalbi bor deb javob bergandi. Abdulloh ibn Abbos faqat shogirdlarga ta'lim berish bilangina mashg'ul bo'lib qolmadi, balki ommaning haqqini ham unutmadi. Ular uchun va'z nasihat majlislarini uyushtirib turdi. O'shandoq majlislarning birida gunohkor kimsaga xitob qilib dedi: "Ey gunohkor banda, qilmishingning oqibatidan beparvo bo'lma. Bilib qo'y, gunohga munosabating gunohning o'zidan yomonroqdir. Gunoh qilayotgan paytingda o'ng va chap yelkangdagi zotlardan hayo qilmasliging gunohdan yomonroqdir. Alloh sening ustingda hukm chiqarishini o'ylamay, gunoh paytida kulishing gunohdan yomonroqdir. Gunoh qilib xursand bo'lishing gunohdan yomonroqdir. Gunohni qila olmaganing uchun ma'yuslanishing gunohdan yomonroqdir. Alloh senga boqib turganidan tashvish chekmay, gunoh ustida qo'lga tushib qolishdan havsirashing gunohdan yomonroqdir. Ey gunohkor banda, bilasanmi? Alloh taolo qaysi gunohi uchun Ayub alayhisalomning jasadi-yu moliga balo yubordi? Uning aybi bir miskin zulmni daf qilish uchun yordam so'raganda ko'maklashmagandi. Ibn Abbos og'zida ish bitiradigan, ilmiga amal qilmaydigan kimsalardan emas edi. Kunduzlari ro'zador, kechalari namozda qoyim bo'lar edi. Abdulloh ibn Mulayka rivoyat etadi: Biz Ibn Abbos bilan Makkadan Madinaga qarab safarga chiqdik. Har safar tunni o'tkazish uchun to'xtagan joyimizda odamlar azbaroyi qattiq charchaganlardan darrov qotib uxlab qolishardi. Ibn Abbos yarim kechasi uyg'onib namozga kirishardi. Bir marta uni: "Mana o'lim maslagi haqqa rost yetib keldi. Bu sen qochib yurgan narsadir." Qof surasining 19-oyatini o'qiyotgan holatda ko'rdim. U bu oyatni takror o'qib, tong otguncha yig'lab chiqdi. Ibn Abbos ilm shavkatiga erishgan zot edi. Musulmonlar xalifasi Muaviya ibn Abu Sufyon bir yil hajga bordi. O'sha yili Ibn Abbos ham haj qildi. Unda na savlat va na davlat bor edi. Muaviyani hukumat arboblaridan iborat guruh kuzatib yurardi. Talib ilmlardan iborat bo'lgan Ibn Abbosning guruhi xalifanikidan kattaroq edi. Ibn Abbos 71 yil umr kechirdi. Bu muddat ichida butun dunyoni ilm, fahm, hikmat va taqvoga to'ldirdi.
Uning janozasini Muhammad ibn Hanafiya imomligida tirik qolgan sahobalar va kibor tobiinlar o'qishdi. Marhumning qabriga tuproq tortilayotganda qayerdandir: "Ey xotirjam, sokin jon, sen rozi bo'lgan va rozi bo'lingan holda Parvardigoringga qayt. Bas, solih bandalarim qatoriga kirgin va mening jannatimga kirgin" degan xitobni eshitishdi. Ushbu xitob Fajr surasining 27 hamda 30 oyatlarida kelgan edi.